Oldingi videoyimizda arab tilida ism, fe'l, harf nimaligini bildingiz va so'z turkumiga bo'linishini o'rgandingiz. Endi bu videoyimizda sizga aynan ismni 5 ga bo'linishini va har birini xususiyatlarini xudo xolasa ochib o'taman. Birinchisi, ismni belgilaridan bu birinchisi al artikeli kirishi. Arab tilida al artikeli faqatgina ismga kiradi. Fe'lga ham, harfga, olmoshga ham kirmaydi. Ikkinchi belgisi ya qo'shimchasi qo'shilishi. Ya qo'shimchasini bilasiz, o'zbek tilida degan qo'shimcha va qo'shimchasi ham hamisha faqatgina ismga kiradi. Uchinchi belgilardan biri bu oldi ko'makchilar. Oldi ko'makchilarda aynan arab tilidagi harfi jar degan qo'shimcha. Harfi jar mavzusini xudo xolasa hali kelasi videolarimizda o'tamiz va hozircha aynan jar harflari kirishi ismni belgisi ekanligini bilsangiz bo'ladi. Misol uchun min, ila, an, ala aynan bulardan keyingi so'z dan, ga bulardan keyingi so'z hamisha ism bo'ladi. To'rtinchi belgisi bu tanvin qabul qilishi. Tanvin deganini bilasiz, fonetikada o'tgansiz, an, in, un. Hamisha anli, inli, unli so'zni to'g'ridan to'g'ri siz ism, ya'ni nom ekanligini bilasiz. Beshinchisi biron bir xabar yoki biron bir ma'lumot yoki biron bir fe'l aynan o'sha shaxsga yuklanishi yoki o'sha odamga yoki o'sha narsaga bog'lanishi. Misol uchun Muhammadun mujtahidun. Misol uchun Muhammad tirishqoq. Tirishqoq so'zi Muhammadga bog'landi, demak Muhammad bu yerda to'g'ridan to'g'ri ism bo'ladi. Endi bu yerda bitta mulohaza. Ismda hamisha mana shu 5 ta logo kelishi shart emas. Qaysidir ismlarda bittasi kiradi, qaysidir ismlarda ikkitasi kiradi, qaysidir ismlarda undan ko'pi ham kirish mumkin. Keyingi videoyimizda fe'lni belgilarini eslatib tushuntirib o'taman, xudo xolasa. Kuzatib borishda davom eting.